Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, har vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugun Photoshop orqali chiroy almashtirish mashq ishlaymiz. Bu darsimizda bir odamning chiroyini yana bir odamga intayin sifatli ham tez holatda almashtirishni so'zlab o'tamiz. Biz odamning chiroyini rasmdagi odamning chiroyiga almashtiramiz. Buning uchun biz avval uning chiroyini erkin tanlash quroli orqali tanlab olamiz. Yaqinlashtirib, muvofiq degan o'rindan o'zimiz sizib bunda chiqib qayerib qolsa, ma'ni tanlab turib o'sha o'sak bo'ldi. Endi mousening o'ng knopkasini chekib, ma'ni tanlab bir nusxa ko'chirib oldik. Agar uni bosmasanglar, Ctrl C ni bossanglar bo'ldi. Endi biz ma'ni Ctrl C ni bosib ko'chirib olamiz. Ondan rasm kelib, Ctrl V ni bosib chaplaymiz. Bundan keyin Ctrl T ni bosib tanlashga o'tgandan keyin biz buni altni bosib turib, muvofiq holda cho'ng kichiklikni tanlab olamiz. Rasmni ham yaqinlashtirib, Ctrl T ni bosib turib, undan keyin inoqligini muvofiq tanlab, ma'ning inoqligini to'litib olsanglar, tegidagi rasmni ko'rinadi. Ikkisiniki cho'ng kichik, o'ng sol degan o'zinglar o'sha orqali muvofiq tanlab olasizlar. Buni tanlab bo'lgandan keyin buni yuzga ekilib o'tib, o'zinglar shu muvofiq bo'ldi deb qaragandan keyin biz ko'chirib ekan qavatni tanlab turib, Ctrl bosib turib, mousening sol knopkasini bossak, tanlashga o'tgandan keyin biz ustidagi qavatni o'chirib o'tib turib, yushirib qolib turib, ostidagi qavatni tanlaymiz. Buni tanlab bo'lgandan keyin ustidagi tizimlikdan selectni bosib, selectning ichidan modify, buning ichidan contract degan nimani tanlaymiz. Tanlagandan keyin buni o'zinglar muvofiq tanlasanglar bo'ldi. Men buni hozir 5 piksel ichiga tanlashadim. Tanlab bo'lgandan keyin knopkasidan delete bossanglar o'chib ketadi. Bundan keyin Ctrl D ni bosib, ma'ni amaldan qoldirib o'tib, ustidagisini ichimiz. Bundan keyin ikkisini teng tanlab turib, buni Ctrl ni bosib turib, mouse tanlasanglar ikkisi teng tanlandi. Undan keyin editning ichiga kirib, editning ichidan auto blend layer degani bosamiz. Bundan birinchisi shu. Buni OK ni bosgandan keyin tanlashni Ctrl D ni bosib amaldan qoldirib o'tamiz. Mana ko'rayotganlaringdek biz bu unumga erishdik. Bu qitimliq darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir qitim darsda ko'rishsa salomat bo'linglar. Allohga omonat.